Sam Altman tavsiya qilgan 9 kitob. OpenAI'ning bosh ijroiya direktori Sam Altman hayotingizni o'zgartiradi deb qaragan 9 kitobni tavsiya qiladi. Kitob o'qish bilimingizni oshirish va haqiqiy odam bo'lib yetishib chiqishingizdagi eng kuchli yo'llarning biri. Növətdə bütün dünyanın diqqət etibarını qo'zg'ayotgan OpenAI, ya'ni sun'iy aql qurolining bosh ijroiya direktori Sam Altman bu nuqtani allaqachon cho'nqur tunib yetgan. U azaldan kitobga va kitob o'qishga bo'lgan qoyilligini va moyilligini bildirib kelgan. Uning qarashicha, kunda yerib charchab uyga qaytib kelgandan keyin ozroq vaqt chiqarib kitob o'qiganda harduq chiqarib qolmay, yana hayotlikdagi ba'zi qiyin masalalar ustida fikr yurgizishga foydasi bo'ladi ekan. Uning o'qish tizimligida tarixiy to'qilmalardan tortib Eynshteynning shaxsiy kurashlarigacha hamda navbatdagi sun'iy idrokni ishlatishni cho'radigan ijtimoiy va falsafiy temalar ustida izlanishgacha bo'lgan ajoyib esil kitoblar bor. Bu kitoblar insonlarning aqliy tafakkurini echish, navbatdagi yuqori texnika barpo qilayotgan dunyodagi zo'r o'zgarishlar shundaqla insoniyatning kelgusi istiqboli haqida cho'nqur tafakkur qilishga yordam beradi. Alma shirkati tarafidan umrlik o'rganishdagi oldingi qatordagi applarning biri deb qaralgan bilim detali Blinkist ziyorat xotiralari, ijtimoiy taratqulardagi yozmalar, bloglar va har xil maqolalar orqali Sam Altman eng yaxshi ko'radigan kitoblar tizimligini tizib chiqqan. Bu 9 kitobning bizga nimalarni qilib bera oladiganligiga qarab boqaylik. Sam Altmanning o'qish tizimligidagi 9 kitob. 1. Hayotlikning ma'nosini izlash. Viktor Franklning Hayotlikning ma'nosini izlash nomli kitobi psixologik klassik asar bo'lib, tasavvur qilg'usiz azob-uqubatlarga duchor bo'lgan insonlarning hayot kechirmishlarini bayon qilish orqali hayotlikning ma'nosi ustida izlangan. Avtor cho'ng qirg'inchilikdagi o'z kechirmishlari orqali har qanday qiyin sharoitdami inson o'ziga xos nishonini topa oladiganligini ko'rsatib berdi. Blinkist orqali 17 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 2. Tafakkur tiz va asta. Daniel Kahnemanning Tafakkur tiz va asta nomli kitobida avtor inson miyasining qanday tafakkur qiladiganligi va qanday qaror chiqaradiganligi haqida izlangan. Kahneman Nobel mukofotiga erishgan tadqiqotga tayinib, inson miyasining uchurlarini qanday bartaraf qiladiganligini va nima uchun hissiyotning ba'zida o'ylangan tahlilga qaraganda ishonchlik emasligini tushuntirib berdi. Blinkist orqali 28 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 3. Noldan birgacha. Peter Thielning Noldan birgacha nomli kitobida yangilik yaratishda qo'llanilgan odatdan tashqari usullar tasvirlangan. Thiel yangi narsalarni ijod qilish allaburun mavjud narsani yaxshilashdan muhim deb qaraydi. Bu kitob sizning yangilik yaratish va ijodchanlikqa bo'lgan ko'z qarashingizni o'zgartirdi. Blinkist orqali 22 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 4. Batur yangi dunyo. Aldous Huxley'ning Batur yangi dunyo nomli kitobida baxt tuyg'usi paydo qiladigan va xoslik yo'q qiladigan kelgusi tasvirlangan. Sistemdan gumonlanishga jur'at qiladigan kishiga ergashish, hayron qarorliq, murakkab bayonlar orqali uning jamiyatimizga ko'rsatadigan ta'sir ustida o'ylanishga chaqirdi. Blinkist orqali 29 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 5. Cheksizlikning boshlanishi. David Deishning Cheksizlikning boshlanishi nomli kitobi insonlarning aql parosati va tafakkur kuchi haqidagi izlanish bo'lib, Deich mundaq deb qaraydi. Agar insonlar miyasining tafakkur iqtidorini to'liq qezib chiqa olganda, muvaffaqiyatining cheki bo'lmaydi. Bu kitob o'zingizning yoshirin iqtidoringiz va atrofingizdagi mumkinchiliklarga bo'lgan tonishingizni o'zgartirdi. Blinkist orqali 20 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 6. Blitzscaling. Reid Hoffmanning Blitzscaling nomli kitobida egilik tikilguvchilarning qanday qilib sifat yoki uzun muddatlik sijillikni qurbon qilmasdan
tez taraqqiy qila oladiganligini tushuntiradi. Hoffman tarixdagi eng muvaffaqiyat qozongan Airbnb, Facebook va Google qatorliq shirkatlarni tahlil qilish orqali amaliy misollar bilan ularning taraqqiyotga erishish jarayonlarini tushuntirib bergan. Blinkist orqali 31 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 7. Darajadan tashqari aql. Nik Bostromning Darajadan tashqari aql nomli kitobida avtor sun'iy aqlning insoniyatning kelgusi ko'rsatadigan ijobiy ham salbiy ta'sirlari hamda buning uchun nima qila oladiganligimiz haqida izlangan. Mubodo mashinalar insonlarga qaraganda aqlli bo'lganda nima ishlarning yuz berganligini siz o'ylab boqqanmi? Bostrom bu xil ahvolning keltirib chiqaradigan oqibatlari ustida izlanib, sun'iy aqlning inson kontrolligida bo'lishni kapolatga ega qilish yo'llarini ko'rsatib bergan. Blinkist orqali 15 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 8. G'alaba qilish. Jack Welch o'zining G'alaba qilish nomli kitobida tarixdagi eng utuq qozongan bosh ijroiya direktorining hamma odam tava bo'lishni xohlaydigan yangicha tashkilotni qanday qurib chiqqanlik jarayoni amaliy tajribalar orqali ko'rsatib berilgan. Bir tashkilot ichida yangicha guruhlar bilan kultur barpo qilish uchun nimalarga ehtiyoj bo'lganligi haqida tushuncha bergan. Bu sizning rahbarlik va boshqarish ilmi haqidagi tushunchangiz ustida qayta o'ylanishga majburlaydigan bir uyg'otish xarakterli kitobdir. Blinkist orqali 24 minutda bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz. 9. Sand xil yo'lidagi sirlar. Oxirida Sand xil yo'lidagi sirlar nomli kitobni tanishtiramiz. Bu kitob dunyoning dangliq texnika markazi hisoblanadigan Kirimli jilg'isidagi Sand xil yo'liga, ya'ni cho'ng mablag' solg'uvchi shirkatlarning haqiqiy dunyosiga bizni boshlab kirdi. Kitobda cho'ng mablag' solg'uvchi shirkatlarining qanday mashg'ulot olib borilganligi, ularning yangidan qurilgan shirkatlarga mablag' silishda nimalarga diqqat qilish lozimligi tafsiliy tushuntirilgan. Dunyodagi eng muvaffaqiyatli mablag' solg'uvchilarning tajriba saboqlari orqali mablag' to'plash va mablag' solg'uvchilarni jalb qilish jihatda butunlay yangi tushuncha va usullarni o'rgatadi. Bu kitobni o'qish orqali shirkat qurish va mablag' to'plash jihatdagi muvaffaqiyatning sirlarini bila olasiz. Blinkist orqali 19 minutlar bu kitobdagi muhim mazmunlardan voqif bo'la olasiz.